Yoz kelishi bilan farzandlarim faqat shu ikradan tayyorlab berishimni so'rashadi. Istasangiz bu ikrani bankaga solib qishga olib qo'yishingiz yoki bo'lmasa xolodilnikka solib qo'yib, yoz bo'yi maza qilib farzandlaringiz iste'mol qilishi mumkin. Men bo'lsam doim bittada ko'p qilib tayyorlamasdan ozginadan farzandlarim yeyishiga mo'ljal qilib tayyorlayman. Bu ikrani istasangiz, xohlasangiz to'g'ri machasi yoki bo'lmasa hammasini blender qilib tayyorlashingiz ham mumkin. Men bo'lsa hamma masalliqlarni to'g'rab olib, faqatgina pomidorni blender qilib olaman. Ishimizdan avval qozonga yog' solib, sabzi va piyozlarni qo'rib olishdan boshlaymiz. Biroz o'ldirib, so'ngra pomidor solamiz. Pomidor qaynab chiqishi bilan bulg'ori va baqlajonlarni solamiz. Tuzini rostlab 20-30 daqiqaga qopqog'ini yopib, past olovda qaynatamiz. Ikramiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi sarimsoq, piyoz va ko'katlarni solib, yana 5 daqiqa qaynatib olsak, mazali ikramiz tayyor bo'ladi. Endi nonlarimizni to'g'rab, bemalol farzandlarimizni dasturxonga chaqirsak bo'ladi. Menga bo'lsa bu xankani shunaqa chetini nima derdi, kommentariyada yozib keting. O'shani ustiga qo'yib, maza qilib iste'mol qilishni yaxshi ko'raman. Oling siz ham yeb ko'ring.